Agar uy qurayotgan bo'lsangiz yoki remont qilayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Nimaga buni deyapman? Hozir konditsioner hammaning uyida bor, pastda 98% odam uyida bo'lsa kerak. Konditsionerlarning trubkalari ko'rinmaydigan qilib, remontdonni chaqirsalar chiroyli qilib tashlaveramiz. Ichkarida ko'rinib, xunuk bo'lib turmaydi. Bu-ku don, xonadonlarmi? Farqi yo'q. Hop, donali konditsionermi, multispiritmi tashlab berilaveradi. Bu nariga xonaniki bittadan chiqib, bu ham tashqariga bir-biriga qarab turadi. Remontdonni aloqaga chiqsalaring, trubkalarni tashlab chiroyli qilib bekitib qo'yiladi. Ana remont tayyorlab qolib ketadi. Ichkarida fen yonida ortiqcha narsa ko'rinmaydi. Xizmatlarimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani, Marg'ilon, mana Farg'onaning ichida bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Borib ko'rib maslahatini berib, chiroyli qilib sifatli trubkalarimizni ham tashlab beramiz. Xudo xolasa mana videoni ko'rib, like bosib, kommentariyada fikrlaringizni qoldiraverasizlar. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.